Kim qarzni bermaslik niyatida olsa, Alloh uni yo'q qiladi. Yonimda bir kuni bir odam qarz so'rayapti deb bittasidan. Nega qarz so'rayapsan dedim. Qo'yaver deyapti. Nega qarz so'rayapsan? O'zi deyapti. O'zidan o'zi qarz so'ralmaydi. Uyindagilar betobmi, jarrohlikka kerakmi? Nimaga qarz so'rayapsan? O'zi jim turgin deyapti. Bo'pti aytaman dedi. Puli ko'p buni dedi. Esdan chiqib ketar deydi. Bu o'g'rilik bu. Bu muttahamlik bu. Endi u faqat pul ko'rinishda bo'lmaydi. Ey jamoat, qo'shnidan belkuragi oldingizmi, bolg'a oldingizmi, bolta oldingizmi, pichoq oldingizmi, qaychimi, qarz deb olib chiqdingizmi? Ishlatib turishga dedingiz, olib chiqib bering. Olib chiqib bermasangiz o'g'ri bo'lasiz. O'g'ri bo'lib qolamiz. U ishondi. Bu mo'min qo'shnim-ku dedi. Qana qilib bermasam qiyomatda inkor qilib qolgan bo'laman. Kichkina narsa bo'lib ko'rinadi, lekin qarz bu berish kerak. Aslan.